Assalomu alaykum aziz ko'rarmanlar. Do'stinglar Dilnurdan sizlarga oliy ehtirom. Ustoz, san'atkor Mahmud Sulaymon haqiqatan katta yashagan. San'atning yuragini so'ygan. O'lmas ijodiyatlar bilan xalqning yuragiga o'rnab ketgan. Al e'tirof qilgan cho'lpayri. Yangi zamon san'atining boshlamchisi, sarkarsi, o'lmas kuylar sohibi, iste'dodli kompozitor, xalq e'tirof qilgan el ko'nglidan cho'nqur o'rin olgan naqshchi, sahnada shirsifat azmat Mahmud Sulaymon. Mahmud Sulaymon 1968-yili Qashqar shahrida tug'ilgan. 1981-yili Xinjiang San'at institutida balet va pianino kasbida o'qigan. 1985-yili maktab bitirib Qashqar san'at o'makda muzika, ijodiyat va sahna hayotini boshlagan. 1989-yili diyorimizdagi tunji elektronlik muzikalik gruppasi Rivoyat muzik attatini qurgan. 1992-yili Salom do'stlar, 1993-yili Shukr dedim, 1995-yili Yulduzum nomli ijodiy naqshlarning o'nalg'i lentalarini tarqatgan. 1997-yili rayonlik san'at o'makining taklifi bilan yo'tkilib kelgan. Ayıp oldu ketti gidip gelmedi. Sündür seni körüz koyda. Yürümen deryanı boyla her güne. Su perdesi. Shuningdan boshlab bu tush emas, azobli lazzat, sahrodan kelgan dada, qorong'u tog', sahrodagi mungkuy qatorliq kinolarning naqshi muzikasini ishlagan. 2005-yildan 2011-yilgacha Shanxay Muzik universitetida muzika, ijodiyat nazariyasi va simfoniya orkestr ijodiyati o'rgangan. 2006-yili Seg'indingmi nomli MTV plastinkasini tarqatgan. Yipak yo'li sadosida yetakchi ustoz. Men naqsh programmasida go'zal ovozni yangratgan edi. Analar narsanglar çoğ oldu, eğitip çoğ oldu, ok çoğ oldu, çilip çoğ oldu. Dünyada ortak bir til var desek, bu til dal müzik. Barlık okuvchilarimninki yaxshi natijalar bilan bundan keyin mana shu ustozlarning izini besib xalqimiz uchun zo'r natijalarni qo'lga keltirishni tilayman. Rahmat. Ben o'sha san'at tutgan aqidangiz uchun menga hurmat qilmoqchisiz. Qo'ng'iroq urib mangmaqtikari var. Ular qoldirgan büyük ısladı Hürkendi gülge Eşti bayan Çünkü bulsa da Zaman zamandır Teverrük bulup Elge taralgan Halkım kalbide Yanradan küydün Bu abi Kevser mengüm ama ya Allah'ın dostu Zın rivayet Bu kadından maraz hikayet Rivayet
Rivayet olsun sana hikayet. Rivayet, rivayet. Salam aziz qarindoshlar, salam kasbdoshlar, inilarim, sing'illarim, do'stlarim. Bu 5 navbatlik musobaqada hammamiz akufdek ijil, inoq, shundoq mehribonlik bilan bir-birimizga hamdam bo'lib mana shu 5-songa keldik. Menimcha men buni bir musobaqa deb qaramayman. Bizning inoqligimizning, ijilligimizning, ittifoqligimizning bir simvoli deyman. Chunki bizning guruhimizda har millat, Xanzu, Qozoq, Uyg'ur qatorliq nurg'ulg'an naqshchilarimiz biz naqsh o'qib keldik. Men shunda xushal, shunda ozoda. Nimashqa deganda bu guruhimizda hammamiz o'zimizga tushliq uslub bilan naqsh o'qidik. Adilani men doğrulanmadım, ya askarni doğrulanmadım, ya şerliğini, ya qaskin ağaylarını degende. Biz bilimiz qo'shishimiz. Endi Muşu 5-ci basqıçga kelib, hozirgacha endi oldin qaratdi bo'g'inimdan xursand, ammo sizlar loyiq ko'rsanglar, guruhdagi, yüzudagi barliq enalarimiz, singillarimiz loyiq ko'rsa, ben bir mezgil bir turib o'sha enalarimga rahmatlanib, singillarga rahmat berib, men yoshda cho'ng bo'lgandan keyin bir qarab tutib turishni loyiq ko'rdim. Afsus, bu kun, ya'ni 2020-yili 23 noyabr Qarxonlar tarixidagi 2 dаңlıq dana sultan nomidagi familiya, 5 jasur qolgan va bir olamshumul olimning nomi ismi bilan atalgan Mahmud Sulaymon ustoz 52 yoshida xalqimizdan ayrilib, ko'nglidagi barcha qayg'u, hasrat va dard alamlarini u olamga elib ketdi. Bu chaqmoq chaqqanda kelgan Mahmud Sulaymon ustozning judoli xabari bütün Uyg'ur xalqini motamga cho'mdirdi. Xalqimiz bu erkak o'g'loniga marsiya o'qidi. Mahmud idi, o qaltis idi. Qaddi haybat bir erkak idi. O yamratgan kuylar azaldan elga yoqqan, yarig'an idi. Mahmud ketdi, tuyuqsiz ketdi. Bizni tashlab jimjitli ketdi. Qandoq chiday bu judolikqa? Yurak bag'rim ezilib ketdi. Mahmud ketdi, bir yulduz o'chdi. Kelmaydi u, kelmasga ketdi. Hasrat bilan qolimiz yig'lab, dilg'i pig'on nadomat yetdi. Sizga xo'sh deyish shunchalik ig'ir kelyotdi ustoz. Bu xo'sh deyish vazni ig'ir xo'sh deyish bo'lyotdi. Bu xo'sh deyish bizning bag'rimizni o'rtaydigan xo'sh deyish bo'lyotdi ustoz. Bu xo'sh deyish o'rnini to'ldirib olg'ili bo'lmaydigan xo'sh deyish bo'lyotdi. Xo'sh ustoz, bizga qoldirib ketganlarimiz uchun rahmat. Yotgan yerimiz güzel bo'lsin. Majratdagi ustozning shogirdidek o'zining ustozini eslab. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Xalqimizning sevimli o'g'loni, kompozitor Mahmud Sulaymon ustoz yorug' dunyo bilan xo'shlashdi degan xabar barchamizni g'angirtib qo'ydi.
Ailemizning nomidan ustozning oilasiga cho'nqur qayg'urib ta'ziya bildiramiz. Ustozimning lirik ijodlari xalqimizning qalbidan cho'nqur o'rin olgan ham mangu yangraydi. Elvida ustoz. Yotgan o'rningizni jannatdan ato qilg'ay. Salom, qarindoshlarım, yaxshimisizlar? El söygen ustozimiz Uyg'ur o'g'lani Mahmud Sulayman akamizningki tugab ketgani menlam emas butun Uyg'ur xalqininki ko'zidan yosh oqqizdi. Hem ko'nglini parakanda qildi. Hem öksündi. Hem dili qattiq achchiqlandi. Bu xabarni men o'zim anglab shaxsancha qanchalik ichinig'imni men tilim ojizlik qiladi, men tasvirlab olmayman. Birinchi bo'lib deydiganim yotgan yeri jannat bo'lsin. G'am andishsiz bo'lsin, rohat bo'lsin. Men 89-yilda tug'ilgan. İsmim Qaysar Anvar. Meningki birinchi bo'lib televizorga chiqqan vaqtim 97-yil, 96-97-yillar. Novruz programmasiga chiqqan. Men birinchi o'qituvchim dadam. Dadamninki tarbiyalashi ostida Novruz programmasida xalqimninki diqqatini ozroq bo'lsin qo'zg'ata oldim. Shu xalqimning orasida Mahmud Sulayman bordi. 97-yili esimni qilishicha kichik vaqtim ataqliq artistlarimizdan Yuksak Shijoat, Xalmurod Umar, Abdukiram Abdus, Abdullah Abduri, Mahmud Sulayman, yana kim? O'shur Qari Bag'u deyman. Qatorliq shu artistlar, san'atkorlar bizning uyimizga kelgandi. Shu vaqtda dadamninki tarbiyalashi ostida Abdullah Abdurim kam bilan Mahmud Sulayman kamga her ikkisininki naqshalardan 3 ni tanlab, jami 6 naqsha oldida aytib berdim. Bu naqshlarning orasida Mahmud Sulayman kamninki Shukr dedim, Guli Rana, Abdullah Abdurim kamninki Sirliq Duman qatorliq naqshlarini intayin ters naqshlardi. Ben bularni men loyiha yetkazib aytolmagan bo'lsam-mu, shularning oldida ben bu naqshlarni aytib bergan. Shularni aytib bo'lib, Mahmud Sulayman kam kelib yuzini shunaq tutiblam, peshonamga birini so'yib qo'ygan. So'yib qo'yib, rag'batlantirgan. Bal qo'yib o'tma, tirishqan texmo deb. Shu paytlar intayin esimda bor. Bu marhum san'atkorimizningki tugab ketganini anglab qanchalik azoblanganimni men o'zim tasvirlab beramayman. Menga o'xshash yosh artistlarninki texi o'ginadigan, o'lgi qilib, tadqiq qilib, bilimini texmo o'ginadigan fursatlar texi oldimizda chiqdi. Shu fursatlarni yaratib beralaydi. Xalqimizga beradigan ijodiyatlari texi chiqdi. Bek baldır ketib qoldi. Shunga men qaysarlik bilan ayta olmaymanki, Mahmud Sulayman kam xalqimizning orasida, qalbida mengu unutilmaydi. Naqshlari mengu to'xtalmaydi. Ijodiyatlari mengu o'chmaydi. Mahmud ka, agar hozir shu ro'yingiz degan gaplarimni anglayotgan bo'lsa, hozirgi demoqchi bo'lgan gapimni anglab bersangiz, tinch aman yeting, azoblanmang. Xalqimizning orasida bo'layotgan qalaymaqonchilik, ziddiyat, o'shmanlik, ko'ralmaslik qatorliq bu kamchiliklarni siz afu qilib o'ting. Siz bizni rozi qila oldingiz. Ammo biz sizni rozi qila oldikmi, qilmadik bilmaymiz.
Şahsancha men san'atkor bo'lish sifatim bilan men sizni rozi qilolmadim. Ammo tirishiman. Siz armon bilan ketdingiz. Shu armoningizni o'zingiz ishongan artistlaringizga, san'atkorlaringizga shu armonlaringizni omonat qilib qo'ying. Ularning orasida meni qo'shamsiz, qo'shmamsiz, men buni uqmayman. Ammo xalqimga sizningki 1%lik ajringizni men xalqimga bera olsam, o'zimni men baxtlik san'atkor deb hisoblayman. Xotirjam yeting, xotirjam orom eling. Tenha ki yumdu gözünü. Mahmud Sulayman öz ailesini, kasbdoshlarını, qarindoshlarını, jumladan hammamizni dog'da qoldirib, biz bilan mangulik vidolashdi. Xalqimizning tilagi shuki, manzilingiz gul bo'lsin. Bizga qoldirib ketgan nomingiz mangu erkak o'g'loni. Yıkılganni tepmigen erkek. Yıldızım dep yığlaydı asman. 500 yılda titreydi dağlar. Nevruz günüm kayta ketti de nala kılar azıdar bağlar. Satarımның tarı üzülüp kan yığıldı esret içinde. Bu düş emas reallik iken. Uxlamadım zadi bu gece. Bu düş emas reallik iken. Uxlamadım zadi bu gece.
manzil